Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Sizlar uchun mana shunday 3 ta bitta naborimizni olib kelib qo'ydik. Ko'rishlar mumkin. Biz sizlarga любой ustalarimizga kerak bo'ladigan nabor bu juda ham zarur bo'lyapti o'rtoqlar. Shuning uchun skidkaga tushirib qo'ydik. Xo'p o'rtoqlar, bunlarda ichiga nimalar kiradi? Shurpayorimiz Bosch firmamizga tegishli, mana ko'ryapsizlar, original firma bo'ladi, 48 vatli. Va Bosch firmamizga tegishli mana shunday lazerlarimiz ko'ryapsizlar, bu ham original Bosch firma bo'ladi. Va bundan tashqari Makita firmamiz 125 lik balgarkamiz, bu ham juda ham sifatli, sifatiga gap bo'lishi mumkin emas o'rtoqlar. Bularda narxlariga bitta tanishtirib o'tib ketaman, ichidan nimalar chiqadi, hamma yo'g'i birma-bir tanishtirib o'tib ketaman. Xo'p, videomizni boshlaydigan bo'lsak, oldindan bizga bitta like, podpis tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Xo'p o'rtoqlar, Makitadan boshlaydigan bo'lsak, bu 125 lik balgarka bo'ladi. 6 oy garantiyasi bilan ko'ryapsizlar o'rtoqlar. Mana 850 vatli bo'ladi, motori ham 1100 оборот bo'ladi, 220 ga bemalol ishlaveradi. Xo'p, 6 oy garantiyasi bilan qilib beramiz. Va bundan tashqari mana shunday Bosch firmamizga tegishli lazerimiz bo'ladi. Bunda 2 ta akkumulyator va bitta lazerimiz va tagidagi mana shunday tayoqchalari bilan zaryadniklari chiqadi o'rtoqlar. Buni ishlashlari juda ham zo'r, sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Lazerlarni ko'ryapsizlar o'rtoqlar, mana bu yerda sensor ishlatiladi, mana foiz mana 100% ko'rsatib turibdi o'rtoqlar. 3 xil rejimda ishlaydi. Bitta past, bitta baland va bitta mana shunday yonib o'chadigan rejimi. Juda ham zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. Buni mana akkumulyatorlarni ham bitta ko'rsatib o'tib ketamiz, mana 500 mA 8 vatt deyilgan. Xo'p, ko'ryapsizlar o'rtoqlar. Xo'p. Bu ham juda sifatli narsa bo'ladi. Bundan tashqari, shurpayorimizni o'tgan bo'lsak, ko'ryapsizlar, bu Bosch firmamizga tegishli bo'ladi, 48 vatli bo'ladi. Bu sifatlari ham zo'r. Mana bu yerlari ham temirdan ishlangan bo'ladi. Xo'p, buning ichida 2 ta akkumulyator bo'ladi. O'zini qatiradigan mana narsalar bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, ishlatgan hollaringda mana bu yerda toklarni ko'rsatib turadi, foizini qancha qolganini. Xo'p o'rtoqlar, narxi kelyapti turadigan bo'lsak, 780 ming so'm qilib beramiz. Mana shu 3 tasi bitta naborda. Bularda отдельно sotilganda ham o'rtoqlar, shurpayorimizda o'zi 250 ming so'm sotiladi. Skidkada 230 ming so'm qilib beramiz. Va Makita brendimizga ishli mana shuni 125 lik balgarkamiz 250 ming so'm, 270 ming so'm sotilgan vaqti ham bo'lgan. Biz sizlarga 230 ming so'm qilib beramiz. Va buni ichiga mana shunday lazerimiz bor, Bosch firmamizga tegishli. Bunimiz 350 ming so'm, 370 ming so'm sotilgan vaqtida biz sizlarga 320 ming so'm qilib beramiz. Xo'p o'rtoqlar, mana shu 3 ta nabor 780 ming so'm qilib beramiz. 12 viloyat dastavka xizmatimiz bor. Manzilimiz Qo'qoyangi bozori. Videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin o'rtoqlar. To'liqroq ma'lumot olish uchun pastdagi nomerlarga murojaat qila olasizlar. Bemalol sizlar bilan Bahriddin bo'ldi. Biyotda 17-do'konimizda kutib qolamiz.